Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 2 yanvar O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Hozir sizlarni Oynaijahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, sizlar 2 yanvargi namoz vaqtlari bilan tanishmoqdasiz. Mana azizlar 2026-yil ham kirib keldi. Alhamdulillah. Allohdan so'raymizki, 2026-yil barchamizga xayrli bo'lishini. Azizlar, mana ko'rib turganingizdek, yangi yil, yangi oy boshlandi. Mana azizlar, namozni endi boshlagan va boshlamoqchi bo'lgan aka-uka, opa-singillarimizga eslatma sifatida har bir namozni necha rakatdanligini yozib ko'rsatib o'tganman. Shu o'rinda bir eslatma. Ko'pchilik jadvalni oxirigacha ko'rmasdan boshidagi jadvalni ko'rib, oxirini ko'rmay qolib yozyapti kommentariyada, jadvalni oxiri ko'rinmayapti deb. Jadvalni oxirini ko'rinmayotganining sababi siz videoni oxirigacha ko'rmayapsiz. Siz qachonki videoni oxirigacha ko'rsangiz, jadvalni davomini ko'rasiz. Mana bundan keyin hozir jadval chiqadi. Mana bundan keyin jadvalni davomi chiqadi. O'sha uchun azizlar, sizlar jadvalni bu videoni to'liq ko'ringizlarki, jadvalda ham qolganlarini ham ko'rib borasizlar azizlar. Azizlar, Telegramda kunlik namoz vaqtlari kanalini ochganman. Silkasini kommentariya bo'limiga qoldiraman. Albatta o'tib obuna bo'lishni unutmang. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bu kanalda namoz vaqtlari chiqmay qolsa, kunlik namoz vaqtlari Telegram kanalida kunlik chiqib boriladi, Xudo xolasa. Azizlar, like ayamaymiz. Like nimaga so'raladi? Like video tarqalishiga sabab bo'ladi. Like uchun sizdan pul ketmaydi, like uchun bizga pul kelmaydi. O'sha uchun qancha ko'pchilik ko'rsa, qancha ko'pchilik mana bu jadvaldan foydalansa, Xudo xolasa sizni bizga savobi tegadi. Azizlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, xayrlashmaymiz. Keyingi efirga chaqiramiz. Yaxshilikni qiling, faqat yaxshilik qiling. Salomat bo'lingizlar.